Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz bug' turbinalarni PID sxemasini o'rganamiz. Ma'lumki, bug' turbinalari sanoatda juda ko'p maqsadlarda foydalaniladi. Misol uchun, generatorda tok ishlab chiqarish uchun yoki kompressorni, ya'ni sanoatdagi yirik kompressorlarni harakatga keltirish uchun ishlatiladi. Оборот juda yuqori, 8000 dan 11000, 12000 gacha chiqadi. Tuzilishi murakkab hisoblanadi. Bu PID sxemasi mana rasmda ko'rib turibsiz. Mana bu asosiy bug' turbina. Ya'ni mana bu yerda boshlaymiz. Mana muftogalangan val. Mana turbina o'zi asosiy turbinani mana ko'k rangda bu harakatlanayotgan bug'. Mana bu qora esa kuragi vali, ya'ni kuraklari vali. Mana bu esa pachumlik tomoni, ya'ni aylanish uchun harakatga ketish uchun pachumlik tomoni hisoblanadi. Endi qanaqa qilib ishlaydi? Mana bu yerdan yuqori bosimli bug' keladi, yuqori haroratli bu. Bu harakatlanib keladida, mana shunday kelib kuraklarga uriladi. Natijada turbina harakatga keladida, оборот oshib, muftani bu tomonidagi kompressor yoki generatorda harakatga keltiradi. Ya'ni bu harakatlanayotgan payti o'zining kinetik energiyasini yo'qotadi, haroratni qismini yo'qotadi. Natijada charchagan holatda, ya'ni exhaust sistem deydi, ishni bajarib bo'lgan, ya'ni bosim va kinetik energiyasi kam bo'lgan bug' sifatida chiqib ketadi mana bu yerda. U keyin yana qaytadan sovitilib, yana qizdirilib, boylarda yana qaytadan keladi bu yerga. Mana bu yerda mana. Demak, buni kinetik energiyasi bilan biz mexanik energiyaga o'tkazdik turbina orqali. Endi qanaqa qilib ishga tushiramiz? Shuni ham o'rgataman, qaranglar. Birinchi mana bu yerdan keladi. Liniyalar qizitadi. Qizitgan payti mana ular hamma liniyalar, drenaj liniyalar bor bu yerda. Drenaj degani mana bundan chiqarib, liniya qizigandan keyin bu kondensatlanadi, suv o'rincha chiqib ketadi mana. Liniyani qizitib olaveradida, mana shu turbina ichlari bilan drenajlar bor, turbina ichida ham, turbinaning o'zini ham qizitib oladi. Past bosimda oz miqdorda yuboriladi. Drenajlardan chiqib ketaveradi mana. Ba'zi bir turbalar drenaj buni. Ba'zi birlar boshqa narsa, hozir uni ham tushuntiraman. Qizib bo'lgandan keyin sekin-sekin bug'ning miqdorini oshiramiz. Mana bu yerda ikkita klapan bor. Asosiy ikkita klapan. Shu klapan har qanday bug' turbinada bor bular. Mana yozib qo'yib nomini. Throttle klapan bilan governing klapan deydi. Ikkita klapan bo'ladi. Mana throttle degani rushni qo'lda boshqaramiz. Misol uchun turbina оборотini biz 700 gacha va 800 gacha chiqarmoqchimiz yo 1,5 gacha chiqarmoqchimiz. O'shani rushni qo'lda chiqaramiz. Sekin-sekin chiqaraveramiz, bug'ning miqdorini oshiraveramiz. Qo'lda mana bu yerda mana qo'lda manual deydi, ya'ni qo'l bilan aylantirib turamiz. Bug' miqdor oshib boradi, оборот masalan 800 gacha chiqdi. O'shani o'lchab turadigan apparatlar bor, priborlar aytib turadi. Keyin 800 dan keyin 1,5 ga chiqdi. 1,5 dan keyin boshqarilmaydi. Bo'ldi. Endi biz rushni boshqarmaymiz. Avtomatik 100% ochilib ketadi. Mana bu klapan, governing klapan o'zini bo'yniga oladi. Ya'ni bu avtomatik ishlovchi klapan. Misol uchun 3000 оборотga qancha bug' kerak yoki 4000 оборотga qancha bug' kerak, mana shunga qarab bug'ni ochamiz mana bu yerdan. Natija bug' mana bu yerda оборот oshib, o'zi 8000 ga chiqqandan keyin o'zi avtomatik bo'ldi. Bu ikkalasi 100% ochilib bo'ladi. Normal rejimda ishlayapti turbina. Ana shunaqa kelib ishlaydi bu. Ikkala klapan ham faqat startda ishlatiladi. Qo'shib olish uchun, o'chirib olish uchun bular kerak emas unchalik, menimcha. Endi mana bu bachokka e'tibor beramiz. Bu bachok vazifasi kondensat, ya'ni bug' tarkibidagi kondensat ushlab qoladi, turbinani buzib qo'ymaslik uchun. Chunki turbinaga quruq bug' beriladi. Nam bug' berilsa, turbina ishdan chiqadi. Turbina baraklari оборот yuqori-ku, urilib sinib ketadi. Shuning uchun mana bu yerda kondensat yig'iladi. Mana kondensatni priborlar o'chirib turadi. Masalan, mana bu LT degani level transmitter deydi. Bu avtomatik o'zi o'chiradigan kompyuterga signal yuboradigan. Buni level gauge degani bu rushni borib, shuni borib ko'riladi, ko'z bilan ko'riladi. Masalan, 40% ko'z bilan ko'rsa bo'ladi shu yerda. Ikkalasi ham level, ya'ni safni o'lchovchi priborlar. Mana yashil esa bosim priborlari hisoblanadi. Mana bunaqa qizil priborlar esa bu yerda bo'yab qo'yganman. Haroratni o'lchab turamiz. Misol uchun haqiqatda bug'ni harorati 209 gradusni o'shani o'lchab turish uchun kerak bo'ladi. Kondensat yig'ilsa mana bu yerdan chiqadi, mana traplar boradi. Traplar faqat kondensat o'tkazadi, mana bug'ni o'tkazmaydi. Ushlab qoladi. Endi oxirgi narsa bu mana pachumlikda va mana turbinaning o'rtasida ochiq joylar bo'lishi mumkin, chunki valangalayapti-ku. O'shani oldini olish uchun o'sha razorlarga yana beriladi. Ya'ni bu turbina-ku, bug' beriladi, ya'ni quruq bug' beriladi. Mana ozroq miqdorda quruq bug' keladi mana. Mashinadagi chiqib ketmasligi uchun, ichkaridagi mahsulot tashqariga chiqmasligi uchun seal deyiladi, stiruvchi qismi. Xuddi sallikka o'xshagan narsa, endi bu sallik emas, o'sha anlari bor, labirintlari bor. O'sha yerda bu harakatlanadi, ichkaridagi narsani tashqariga chiqarib yubormaydi.
Shunaqa narsalar bular mana kelib beryapti. Tepadan ham xuddi shunaqa beriladi. Hatto mana bu yerdagi ochiq joylarga ham mana klaplar buriladi-ku. Buriladigan joylarga ham xuddi salinga o'xshagan sil qismlari bor, o'shalarga ham bug' beriladi. Ya'ni ichkaridan maqsad tashqariga chiqib ketmasligi uchun bu. Bu ko'plab turbina anavilar quvurlar ko'rinadi, murakkab emas bu. Yozuvlar, bu turbina masalan, quvurlarni svoystvasi deydi-ku, sifatlarini ko'rsatuvchi harorat, bosimga chidamliligini, nechinchi nomerga teganligini narsalar bular. Asosiy narsa mana quvurlarni bo'yab qo'yganman, mashq. Asosiy quvur shu turbina.